Balam videolarda chiqadigan o'rtog'im bor-ku, o'sha xoling kasal bo'lib qoptilar. Shularni bir yaxshi ovqat olib borib ko'rib kelaylik, savob bo'ladi bolam. Yo'q, o'zim ham aytdim, kelmay qo'ydilar deb. Ketdik buvijon, ko'rib kelamiz. O'zim aylanaysan-da. O'rtog'im kasal bo'lganini eshitib darhol yo'lga tushdik. O'rtog'im uyda pishgan manti, somsa, xonimlarni juda yaxshi ko'radi. Shuni nabiramga aytdim, o'zi bilib zo'r joyga olib bordi. To'yga borsang to'yib bor deydi-ku. O'rtog'imga olishdan oldin hammasidan birinchi o'zimiz tatib ko'rdik. Bilasizlar, uni ta'bi nozik. Mantilari suvlikkina sergo'sh. Qovoq mantini ham, qovoq somsani ham poplashib somsalari chiroyli, xamirlari qisir-qisir. Necha xil turi bor ekan. Ayniqsa xonimlari xuddi o'zimiz uyda pishiradigandek juda mayin. O'rtog'imga hammasidan oldim. Bu joy yangi ochilgan ekan. Manzil va telefonlarni video teyida qoldiramiz. O'rtoq, uydamisan? Zuhrani ovozi kelyaptimi? Assalomu Assalomu alaykum. Nima qilib bunaqa kasal bo'lib qolding? O'rtoqjon, agar o'tda ketmon chopdim. Hazil, yoshligim esimga tushib, poshali to'plikni kiyib to'yga bordim. Shu to'yni dang'ir-do'ng'iriga mazam bo'lmay qolsadi. O'rtoq, bir ishtaha ochadigan hidlik kelyapti-ya. Mana o'rtoqjon, sen yoqtiradigan narsalardan oldim. Mani fukusimni bilasan-a? Bismillah. Bay. Senga yoqadigan topibmanmi, qalay? Ham paydot, ham saydot. Bolajonlarim, videoni shunaqa oqibatli o'rtoqlaringizga jo'natib qo'yinglar. O'rtog'im ham duo qilib yozib qo'yinglar, xursand bo'ladi.